Tekstopni ishlatish videosi Tekstopda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizda shunaqa oyna ochiladi, qidiruv paneli. Xo'p, menyu bilan tanishtiraman. Menyuda bosh sahifa, mening yozuvlarim, ya'ni siz qo'shgan nasiyamjozlar, firibgarlar bo'ladi. Qo'shish imkoniyati va ko'p yuklash, ya'ni Excel faylingiz bo'ladigan bo'lsa, Excel yoki Word faylingiz bo'ladigan bo'lsa, shu orqali minglab, 500lab, 5000lab firibgarlaringizni bir vaqtning o'zida yoki nasiyamjozlaringizni bir vaqtning o'zida qo'shish imkoniyatingiz bo'ladi. Profilingizda sizning profilingiz bo'ladi. Xo'p, profilingizda sizning ism, familiyangiz, nomerlaringiz bo'ladi va sizning referral kodingiz bo'ladi. Bu referral kodingiz orqali boshqa o'rtog'ingiz kiradigan bo'lsa, sizga 5000 so'm pul beriladi. Xo'p, buni menga Telegramdan yozib chiqarib olishinglar mumkin. Xo'p, 3 ta tilda ishlaydi. Yorug', tungi rejim, kungi rejimlari mavjud. Mana tungi rejim ishlashingiz mumkin, juda chiroyli. Xo'p, bosh sahifaga o'tamiz, qidirib ko'ramiz. Qidiruv paneli mana shunaqa bo'ladi. Yozamiz, mana test uchun qo'yganimiz yozamiz. Qidirasiz, yuklanmoqda bo'ladi. Qidirib topgandan keyin natija topildi deb chiqadi. Toza Ali Aliyev bor ekan, lekin toza ekan. Qanaqa bo'lgan? Xo'p, nasiyamjoz bo'lib qo'shilgan ekan 16-dekabrda va 16-dekabrda to'langan deb belgilangan ekan. Mana hamma tarix turadi, kim tomonidan qo'shilgani turibdi mana. Nechta odam tomonidan qo'shilsa hammasi turadi. Undan tashqari siz o'zingiz yozgan mana qo'shganlaringiz chiqib turadi. Mana pasport hashlangan, pasport 100% himoyalangan. Undan tashqari qo'shish imkoniyatingiz bo'ladi. Birma-birlab qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana Excel faylingiz bo'ladigan bo'lsa, hozircha bizga tashab tursangiz, biz qo'shib beramiz. Qo'shishingiz mumkin, ko'p yuklash imkoniyati endi qo'shiladi, xudo xolisa. Qo'shish imkoniyati mana nasiyamjoz yoki pul to'lamagan mijoz. Bu firibgar ma'nosida keladi. Nasiyamjoz necha oyga olganini shunda belgilaysiz va ism, familiya, pasportlarni yozib turib bitta saqlasangiz, bazaga saqlanadi va boshqalarga ham siz tarafingizdan qo'shilgani haqida xabar beriladi. Jarayoni agar sizda Android bo'ladigan bo'lsa, Chrome orqali yoki Safari orqali kirishingiz mumkin. Qidiruv joyiga tekstop.uz yozamiz va Google orqali kirishni bosamiz. Birinchi marta kirganimizda o'zimiz akkauntimizni tanlaymiz. Davom etish, ruxsatlar beramiz va Google orqali registratsiya bo'ladi. Ilovasini o'rnatish mumkin. Androidda, faqat Androidda o'rnatish mumkin bo'ladi. Androidda o'rnatishingiz mumkin. O'rnatishni bossangiz, o'rnatadi, ichiga kirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Do'kon nomini yozasiz. Masalan, A12-do'kon deymiz. Ism, familiyangizni yozasiz, keyin davom ettirishni bosasiz. O'z raqamingizni yozasiz va davom ettirishni bosasiz. Username ga o'zingizga username tanlaysiz. Masalan, bir parolga har xil o'zingizga yoqqan parolni tanlashingiz mumkin. Esingizdan chiqib ketmasligi kerak bo'ladi. Davom ettirishni bosib turib, agar promokod bo'ladigan bo'lsa, do'stingiz promokod orqali taklif qilsa 5000 olishingiz mumkin. Tugatish. Xo'p. Siz kutilmoqda jarayoni bo'ladi. Menga Telegram orqali yozsanglar, siz tekshirib, keyin sizga ruxsat beraman, keyin ishlatishingiz mumkin bo'ladi yoki 24 soat kutsangiz, siz bilan bog'lanaman, sizga ruxsat beraman va saytdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.